Aka bitta narsa qiziqdi. Mol, ukol holatda ham she'r ayta olasizmi? Lablarim yuşib qo'yganmi? Bir aytib ko'ring-chi aka. Qizlarda ham biram shirin bo'lib ketyapti so'zlari. Uchrashuvga yigitlarni chaqiryapti o'zlari. Bolalarga shu yoqarkan deb qizlar ozib ketyapti. Bozorlarda shimlari mustolamon bo'lib ketyapti. Sigaret ham chekib yurish ancha urug' bo'lib qoldi. Qizlar qilmagan ishi bitta nos chekish qoldi. Qizlar oma sevib qolsa qayga desangiz ketadi. Yaxshi yursa bitta qiz ham 2 oyga yetadi. Stomatologiyaga kelishsa ham tor kiyinib kelyapti. Buni ko'rib vrachlar ham g'ilay bo'lib qolyapti. Uchrashuvga zakaz qilsangiz qizlar toshni chiqadi. Bizga bildirishmaydi, ular rosa ichadi. Kafellarda yurganlarini so'rasangiz beryapti, mo erga tegmagan qizlarga rosa alam qilyapti. Figurasi moshli qizlar zo'r yo'lini biladi. Ular uchrashuvlarda fonogramma qiladi. Va fonogramma deymiz, u yaxshi zakaz bo'lyapti. Tishimni ko'rsa kampirlar ham menga qizib qolyapti. Aka.